imkoniyatingiz darajasida o'zingizga va'da bering va uni albatta bajaring. Iroda mana shunday sekin-sekin oddiy narsalarda rivojlanib boradi. Keyin u inson kattaroq bir ishni qilishi mumkin. Ya'ni bir va'da berish kerak inson o'ziga, bir ishni qilmoqchiman deb va u va'daga sodiq qolish kerak. Va'daga sodiq qolmasa o'ziga bo'lgan ehtiromini yo'qotadi. Sodiq qolish uchun katta va'dalar bermaslik kerak. Nonni katta tishla, gapni katta gapirma deydi-ku. Buni tagida shu nonni istaganingcha yeyishing mumkin. U yerda bir sendan kuch talab qilinmaydi, lekin bir narsani katta gapirma, u yerda kuch talab qilinadi. Sening kuching yetmasligi mumkin. O'shaning uchun imkoniyatingiz darajasida o'zingizga va'da bering va uni albatta bajaring. Va buning orqasidan o'zingizga keladigan ehtirom, o'zingizga keladigan hurmat bu sizning irodangizni tarbiyalanishiga yordam beradi. Borgan sari bir ishni uddalarkan o'zingizga bo'lgan ishonch ortib boraveradi. Irodaning mustahkamlanishi mana shu, bundan boshqa narsa